Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda. Endi ko'p joylarda eski qog'oz yoki plastik guvohnomani ko'tarib yurish talabi kamaymoqda. Ayrim holatlarda esa uning o'rnini elektron ma'lumotlar, pasport yoki ID karta orqali tekshirish tizimi egallamoqda. Bu xabar ayniqsa yoshi ulug' ota-onalarimiz, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar va pensiya hujjatlari bilan imtiyozlardan foydalanadigan fuqarolar uchun juda muhim. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Bu o'zgarish nimani anglatadi? Kim bemalol yurishi mumkin? Qaysi joylarda muammo chiqishi ehtimoli bor va pensioner hozir nima qilishi kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam navbatda sarson bo'lmaydi, hujjat sababli imtiyozdan mahrum bo'lmaydi va pensiyasini olishda ortiqcha tashvishga tushmaydi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ularga pensiya guvohnomasi berilgan. Bu guvohnoma pensioner ekanini tasdiqlovchi alohida hujjat sifatida ishlatilgan. Masalan, odam avtobusda, poliklinikada, sanatoriy yo'llanmasida, ayrim kommunal yoki ijtimoiy imtiyozlarda, tashkilotlarga murojaat qilganda men pensionerman deb guvohnomani ko'rsatgan. Ba'zan xodimlar pasportdan ko'ra aynan shu guvohnomani so'rashga odatlanib qolgan edi. Endi vaziyat bosqichma-bosqich o'zgarmoqda. Davlat organlarida ma'lumotlar elektron bazalarga o'tkazilmoqda. Ya'ni fuqaroning pensioner ekanini alohida qog'oz hujjat bilan emas, uning JSHR raqami, ID kartasi, pasport ma'lumotlari yoki elektron tizimdagi ma'lumot orqali tekshirish imkoniyati paydo bo'lmoqda. Oddiy qilib aytsam, sizning pensionerlar ekaningiz endi faqat qo'lingizdagi guvohnomaga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bu ma'lumot davlat bazasida turadi va kerakli tashkilot uni elektron tarzda ko'rishi mumkin. Lekin men shu yerda juda muhim narsani aytaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degani pensiya bekor qilinadi degani emas. Ba'zi odamlar aynan shu joyda qo'rqib ketadi. Guvohnoma bu tasdiqlovchi hujjat edi. Pensiyaning o'zi esa boshqa masala. Pensiya olish huquqi qonun, ish staji, yosh, nogironlik holati yoki boshqa asoslar bilan belgilanadi. Guvohnoma yo'q bo'lsa, pensiya yo'qolib qolmaydi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, u belgilangan tartibda to'lanishda davom etadi. Yana bir muhim farq bor. Hujjatning shakli bekor qilinishi mumkin, lekin ma'lumotning o'zi bekor qilinmaydi. Masalan, ilgari siz pensioner ekaningizni qog'oz guvohnoma ko'rsatib isbotlagan bo'lsangiz, endi ko'p holatda ID karta yoki pasport orqali tizimdan tekshiriladi. Bu bank kartasiga o'xshaydi. Sizda eski daftarcha bo'lmasa ham, hisob raqamingiz bank tizimida mavjud bo'ladi. Pensiya guvohnomasi bo'lmasa ham, pensiya ishi va to'lov ma'lumotlari bazada saqlanadi. Endi kimlar bu yangilikka alohida e'tibor berish kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda pensiya guvohnomasidan tez-tez foydalanadigan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, shahar transportida imtiyozdan foydalanadiganlar, davolanish yoki sanatoriyga hujjat topshiradiganlar, nogironlik bo'yicha imtiyoz oladiganlar, mahalla, bank, tibbiyot muassasasi yoki boshqa tashkilotlarga tez-tez murojaat qiladiganlar. Chunki amaliyotda hamma tashkilot bir vaqtda elektron tizimga to'liq moslashib ketmaydi. Kimdir yangi tartibni biladi, kimdir hali eski guvohnomani so'rashi mumkin. Masalan, 60 yoshli otaxon tuman markazidagi poliklinikaga boradi. U ilgari doim pensiyasi guvohnomasini ko'rsatib, ayrim xizmatlar bo'yicha pensioner sifatida ro'yxatdan o'tgan. Endi u guvohnomasini uyda qoldirib ketgan bo'lsa, xodim unga guvohnoma qani deyishi mumkin. Aslida tekshiruv ID karta yoki pasport orqali qilinishi kerak bo'lishi mumkin. Lekin xodim eski odat bilan guvohnoma so'rashi ehtimoli bor. Bunday holatda pensioner vahimaga tushmasligi kerak. Men maslahat beraman. Mening pensioner ekanim elektron bazada bor. Iltimos, pasport yoki ID karta orqali tekshirib ko'ring deb xotirjam aytish kerak. Ikkinchi misol. 12 yoshli ayol pensiya oladi. Bank kartasiga pul tushadi. U bozorda yoki do'konda emas, balki bank filialida pensiya kartasi bo'yicha savol bilan murojaat qiladi. Bank xodimi odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatni so'raydi. Bu yerda pensiya guvohnomasi asosiy hujjat emas. ID karta yoki pasport muhimroq. Chunki bank uchun kim kelgani aniqlash kerak. Pensiya oluvchi ekani esa hisob raqami va to'lov ma'lumotlari orqali ko'rinadi. Demak, bankka borganda eng avvalo ID karta yoki pasport olib boriladi.
Eski pensiya guvohnomasi bo'lsa, qo'shimcha sifatida olib borish zarar qilmaydi. Lekin hamma ish faqat o'sha guvohnomaga bog'liq bo'lib qolmasligi kerak. Uchinchi misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro bor. U faqat yoshga doir pensiya emas, balki nogironlik holati bo'yicha imtiyozlarga ham ega bo'lishi mumkin. Bunday holatda bitta pensiya guvohnomasi hamma narsani hal qilmaydi. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy xulosalar, nogironlik guruhi, muddati, elektron baza ma'lumotlari muhim bo'ladi. Agar guvohnoma bekor qilinayotgan bo'lsa ham, nogironlik bo'yicha hujjatlar va ma'lumotlar alohida ahamiyatga ega. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar o'zlarining tibbiy xulosalari, ID kartasi, pensionerlik ma'lumoti va zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnomani tartibga solib qo'yish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni bank kartasi orqali muntazam olayotgan bo'lsangiz, to'lovlaringiz to'xtamagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz, familiya ismingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Guvohnomaning shakli o'zgarsa ham, pensiya to'lovi avtomatik ravishda davom etadi. Ayniqsa pensiya tayinlangandan keyin sizda to'lov bo'yicha qarzdorlik, hujjatdagi nomutanosiblik yoki yashash joyi o'zgarishi bilan bog'liq muammo bo'lmasa, ortiqcha vahimaga hojat yo'q. Lekin kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, eski pasportdan ID kartaga o'tgan. Lekin ayrim joylarda ma'lumotlar yangilanmagan fuqarolar. Ikkinchidan, familiyasini o'zgartirgan, masalan, turmushga chiqqandan keyin hujjatlarni yangilagan ayollar. Uchinchidan, bir hududdan boshqa hududga ko'chib o'tgan pensionerlar. To'rtinchidan, uzoq vaqt pensiya to'lovini shaxsan olmagan yoki vakil orqali olgan fuqarolar. Beshinchidan, nogironlik muddati uzaytirilishi kerak bo'lgan, lekin tibbiy xulosasi muddati masalasida aniqlik bo'lmagan shaxslar. Mana shu toifalarda elektron bazada ma'lumotlar mos kelmasligi yoki yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Men buni hayotiy misol bilan tushuntiraman. Deylik, fuqaro 2002 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda unga guvohnoma berilgan. 2003 yilda u ID karta olgan. Lekin ayrim tashkilotlarda hali eski pasport seriyasi bilan turibdi. Endi u biror imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lsa, tizimda ma'lumot chiqmasligi yoki xodim sizni topa olmadim deyishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Bu shunchaki ma'lumotlar bog'lanishi yoki yangilanishi kerak degani. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli tashkilotga murojaat qilib, ma'lumotlarni solishtirish kerak. Yana bir holat. Pensioner qishloqda yashaydi. Pensiya kartasini farzandi ishlatib yuradi. O'zi esa hujjatlar bilan kam shug'ullanadi. Bir kuni transport yoki tibbiyot muassasasida undan guvohnoma so'rashadi. Guvohnoma esa yo'qolgan bo'ladi. Oldin odam endi nima qilaman? Pensiyam to'xtaydimi deb o'ylashi mumkin edi. Hozir bunday holatda eng to'g'ri yo'l yo'qolgan guvohnoma ortidan vahima qilmasdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan pensionerlik holatini tekshirtirishdir. Agar zarur bo'lsa, elektron ma'lumotnoma olish mumkin. Eng muhimi, pensionerning o'zi va yaqinlari hujjatlar qayerda ekanini, ID karta muddati, telefon raqami, bank kartasi holati va yashash manzili ma'lumotlarini bilib turish kerak. Bu o'zgarishning sababi nimada? Asosiy sabab davlat xizmatlarini raqamlashtirishdir. Qog'oz guvohnoma yo'qoladi, eskiradi, yirtiladi. Undagi yozuvlar tushunarsiz bo'lib qoladi. Ba'zan qalbakilashtirish xavfi ham bo'ladi. Elektron tizim esa ma'lumotni tez tekshirishga yordam beradi. Tashkilot pensionerning ma'lumotini bazadan ko'rsa, odamdan ortiqcha qog'oz talab qilish kamayadi. Bu nazariy jihatdan yaxshi, lekin amaliyotda o'tish davri bo'ladi. Aynan shu o'tish davrida pensionerlar ko'proq savol beradi. Guvohnomam o'tadimi? Yangisini olishim kerakmi? Eski guvohnomani tashlab yuborsam bo'ladimi? Imtiyozlarim saqlanadimi? Men bu savollarga aniq javob beraman. Eski guvohnomani hozircha tashlab yubormang. Agar u sizda bo'lsa, saqlab qo'ying. Chunki ayrim joylarda hali eski tartib bo'yicha so'rashi mumkin. Lekin uni yagona asosiy hujjat deb ham o'ylamang. Asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat ID karta yoki pasportdir. Pensionerlik holati esa elektron baza, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot. Pensiya jamg'armasi tizimi yoki zarur bo'lsa, rasmiy ma'lumotnoma bilan tasdiqlanishi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Guvohnoma bekor bo'ldi.
degan gap hamma joyda bir xil qo'llanmasligi mumkin. Qonuniy tartib, idoraviy ko'rsatmalar va amaliyot bir-biridan farq qilishi mumkin. Masalan, bir tashkilot elektron tekshiruvga to'liq o'tgan bo'ladi. Boshqasi esa hali ichki tartibida eski guvohnoma nusxasini so'rashi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, hujjatlarni butunlay yo'q qilib yuborish emas. Balki ularga qo'shimcha ravishda elektron ma'lumotlarni tartibga keltirish kerak. Ikkinchi nozik jihat pensionerlik va imtiyoz bir narsa emas. Siz pensioner bo'lishingiz mumkin. Lekin har bir imtiyoz avtomatik berilmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensionerlik boshqa, nogironlik bo'yicha imtiyoz boshqa, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs maqomi boshqa. Kam ta'minlanganlik bo'yicha ijtimoiy yordam boshqa. Shuning uchun biror joyda pensiya guvohnomasi endi kerak emas deyilsa, bu barcha turdagi imtiyozlar uchun hujjat talab qilinmaydi degani emas. Ayrim imtiyozlarda qo'shimcha ma'lumotnoma, qaror, tibbiy xulosa yoki mahalla ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat bank kartasi va pensiya huquqi alohida narsalar. Ba'zi pensionerlar kartam ishlayapti, demak hamma hujjatim joyida deb o'ylaydi. Ko'pincha shunday bo'ladi, lekin har doim emas. Karta ishlashi pensiya to'lovi kelayotganini bildiradi. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringiz, manzilingiz, telefon raqamingiz yoki oyda karta ma'lumotlaringiz boshqa tizimlarda eskicha turishi mumkin. Agar siz kelajakda sanatoriy imtiyoz qayta hisoblash, kompensatsiya yoki boshqa xizmatga murojaat qilsangiz, ana shunda ma'lumotlar mosligi muhim bo'ladi. 4-nozik jihat vakillik orqali ish yuritish. Ko'p yoshi ulug' insonlar o'zlari idoraga bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi orqali ish qiladi. Bu holatda oddiy otam pensioner guvohnomasi bor edi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Vakilda ishonchnoma pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjati nusxasi yoki asl hujjati. Kerakli ariza va boshqa hujjatlar talab qilinadi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, uyiga chiqib xizmat ko'rsatish tartibi. Notarial ishonchnoma yoki tegishli ijtimoiy xizmatlar orqali murojaat qilish imkoniyatlarini aniqlash kerak. 5-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Bunday yangiliklar chiqqanda ayrim nopok odamlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, guvohnomangiz bekor bo'lyapti, pul to'lasangiz yangilab beramiz. Kartangizni tasdiqlash kerak, kodni ayting. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun plastik kartangiz raqamini yuboring deb aldashi mumkin. Men mutaxassis sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon bank kartangizning parolini, SMS kodini, karta orqasidagi raqamlarni, mobil ilova tasdiqlash kodini begona odamga bermang. Pensiya guvohnomasi yoki elektron ma'lumotni yangilash uchun sizdan telefon orqali karta kodi so'ralmaydi. Rasmiy masalalar faqat pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, bank filiali yoki rasmiy portal orqali hal qilinadi. 6-nozik jihat qishloq joylarda axborot kechikib yetib borishi mumkin. Shahar markazida xodim elektron tizimni biladi. Qishloqdagi ayrim joylarda esa hali ham guvohnoma olib keling deyishlari mumkin. Bunday vaziyatda janjal qilish kerak emas. Xotirjamlik bilan hozirgi tartibda ID karta orqali tekshirish mumkinmi deb so'rash kerak. Agar baribir rad etish sababini yozma ravishda so'rash mumkin. Ko'p hollarda yozma asos so'ralganda masala ancha jiddiy ko'rib chiqiladi. 7-nozik jihat guvohnoma bekor qilinishi pensionerning qarzdorligi. Aliment ijro hujjatlari yoki boshqa ushlab qolishlarga ta'sir qilmaydi. Agar pensiya qonuniy ushlab qolish bo'lsa, u alohida tartibda davom etishi mumkin. Guvohnoma shakli o'zgargani bilan moliyaviy majburiyatlar o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Shuningdek, pensiya miqdori ham faqat guvohnoma bor yo'qligiga qarab o'zgarmaydi. Pensiya miqdori ish staji, ish haqi, pensiya turi, qayta hisoblash asoslari va belgilangan indeksatsiyalar orqali belgilanadi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Pensioner yoki uning farzandlari bugun nima qilishi kerak? Men buni aniq va tartibli qilib tushuntiraman. 1-qadam. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati o'tmaganmi? Undagi familiya, ism otasining ismi to'g'rimi? Tug'ilgan sanat to'g'rimi? SSSR raqami aniq ko'rinadimi? Agar hujjatda xatolik bo'lsa yoki muddat masalasi bo'lsa, avval shu masalani hal qiling. Chunki elektron tizimlar aynan shu ma'lumotlar orqali sizni topadi. 2-qadam. Pensiya to'lovlaringizni tekshiring. Bank kartangizga pensiya odatdagi kunda tushyaptimi? Miqdorda kutilmagan o'zgarish bo'lmadimi? Karta bloklanmaganmi? Bankdagi telefon raqamingiz ishlayaptimi?
Agar pensiya tushmay qolsa, darhol bankdan boshlang. Karta faolmi? Hisobda cheklov yo'qmi? Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ba'zan muammo pensiya huquqida emas, bank kartasi yoki hisob raqamida bo'ladi. 3-qadam, eski pensiya guvohnomangizni saqlab qo'ying. Men uni tashlab yuborishni maslahat bermayman. Uyda alohida papka qiling. U papkada ID karta nusxasi, eski pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlangani haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosalar, bank karta shartnomasi yoki hisob ma'lumotlari, sanatoriy yoki imtiyozlar bo'yicha hujjatlar bo'lsin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, biror idoraga borganda odam yarim kun qog'oz izlab ovora bo'lmaydi. 4-qadam, zarur bo'lsa, rasmiy ma'lumotnoma oling. Agar sizdan biror tashkilot pensioner ekaningizni tasdiqlovchi hujjat so'rasa va eski guvohnomani qabul qilmasa yoki sizda guvohnoma yo'q bo'lsa, pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya oluvchi ekaningiz haqida ma'lumotnoma olish imkoniyatini aniqlang. Elektron davlat xizmatlari orqali ham ayrim ma'lumotlarni olish mumkin, bo'lishi mumkin. Bunda ID karta, telefon raqami kerak bo'lsa, ariza kerak bo'ladi. 5-qadam, ma'lumotlaringiz mosligini tekshirtiring. Ayniqsa familiya o'zgargan bo'lsa, manzil o'zgargan bo'lsa, eski pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, pensiya ishida eski ma'lumotlar qolmaganini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasiga borib, mening shaxsiy ma'lumotlarim yangilanganmi? ID karta ma'lumotlari pensiya ishiga bog'langanmi deb so'rashingiz mumkin. Bu savol juda oddiy ko'rinadi, lekin keyingi ko'p muammolarning oldini oladi. 6-qadam, agar tashkilot noqonuniy ravishda faqat eski guvohnomani talab qilsa, yozma javob so'rang. Masalan, sizda ID karta bor, elektron tizim orqali tekshirish imkoni bor. Lekin xodim baribir faqat pensiya guvohnomasi bo'lmasa, xizmat bermayman desa, muloyim tarzda iltimos rad etish sababini yozma shaklida bering deyin. Yozma javobda ular qaysi qonun yoki tartibga asoslanayotganini ko'rsatish kerak bo'ladi. Ko'pincha masala shu joyda hal bo'ladi, chunki og'zaki talab bilan yozma mas'uliyat bir xil emas. 7-qadam. Yaqinlaringizga tushuntiring. Har bir oilada kamida bitta odam ota-onasining hujjatlarini bilishi kerak. Pensiya qachon tushadi? Qaysi bank kartasiga tushadi? ID karta qayerda? Eski guvohnoma qayerda? Telefon raqami kimning nomida? SMS kod kimga keladi? Bularni tartibga solish kerak. Lekin bu degani pensionerning kartasini boshqalar nazoratsiz ishlatish kerak degani emas. Moliyaviy xavfsizlik alohida masala. Pensionerning roziligi, huquqi va puliga hurmat bo'lishi shart. 8-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Agar kimdir telefon qilib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'ldi, hozir kod aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy idora xodimi SMS kod so'ramaydi. Bank xodimi ham kartangiz parolini so'ramaydi. Pensiya masalasida shubha bo'lsa, o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki idoraga boring. Begona odam yuborgan havolaga kirmang. Telegram orqali karta ma'lumotlarini yubormang. Yordam beraman degan odamga oldindan pul bermang. 9-qadam. Nogironlik pensiyasi oluvchilar muddatlarni oldida tekshirsin. Nogironlik guruhi muddatsizmi yoki ma'lum muddatgami? Qayta ko'rik sanasi bormi? Tibbiy xulosa qachon yangilanadi? Bularni aniqlab qo'yish kerak. Chunki pensiya guvohnomasi masalasi boshqa, nogironlik maqomining muddati boshqa. Agar qayta ko'rik sanasi o'tib ketsa, pensiya yoki imtiyozlarda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday fuqarolar tibbiy hujjatlarga befarq bo'lmasligi kerak. 10-qadam, pensiyani qayta hisoblash huquqingiz bo'lsa, alohida murojaat qiling. Guvohnoma bekor qilinayotgani pensiyani avtomatik oshirib bermaydi. Agar sizda qo'shimcha ish staji, arxiv hujjati, ilgari hisobga olinmagan ish haqi ma'lumoti yoki boshqa asos bo'lsa, pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qilish kerak. Arizada nima so'rayotganingizni aniq yozing. Pensiyani qayta hisoblash, ma'lumotlarni yangilash. Pensionerlikni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berish yoki to'lovdagi muammoni tekshirish. Ariza aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Ariza yozishda men quyidagicha yondashishni maslahat beraman. Avval kimga murojaat qilayotganingizni ko'rsatasiz. Keyin o'zingizning familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR, yashash manzili va telefon raqamingizni yozasiz. Keyin masalani qisqa lekin aniq bayon qilasiz. Men yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya oluvchi ekanimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak yoki ID karta ma'lumotlarini pensiya ishimda yangilanganini tekshirib berishingizni so'rayman.
oxirida sanava imzo qo'yiladi. Og'zaki gapdan ko'ra yozma ariza kuchliroq, chunki unga javob berilishi kerak. Yana bir amaliy maslahat, hujjatlarni suratga olib telefonda saqlab qo'yish mumkin, lekin bu asl hujjat o'rnini hamma joyda bosmaydi. Telefoningizda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, ma'lumotni tez topishga yordam beradi. Lekin rasmni begonalarga yubormang. Ayniqsa pasport yoki ID karta rasmi. JSHR va bank karta ma'lumotlari shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Ularni ehtiyotsiz tarqatish keyin muammo keltirib chiqarishi mumkin. Agar siz chekka hududda yashasangiz va tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, avval telefon orqali qaysi hujjatlar kerakligini aniqlab oling. Bir martada borib, bir martada ishni bitirish uchun ID karta, eski pensiya guvohnomasi, bank kartasi, agar kerak bo'lsa tibbiy hujjatlar, ishonchnoma va ariza nusxasini olib boring. Ko'p odamlar aynan bitta hujjat yetishmagani uchun qayta qatnaydi. Bu ayniqsa yoshi katta insonlar uchun og'ir. Shuning uchun tayyorgarlik muhim. Hurmatli yurtdoshlar, asosiy fikr shuki, pensiya guvohnomasi bekor qilinishi yoki uning o'rnini elektron tasdiqlash tizimi egallashi pensiyaning o'zi bekor bo'ladi degani emas. Pensiya huquqi saqlanadi, to'lovlar belgilangan tartibda davom etadi. Lekin o'tish davrida hujjatlaringiz tartibli bo'lishi, ID karta ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi, eski guvohnoma saqlanishi va kerak bo'lsa rasmiy ma'lumotnoma olinishi juda muhim. Men sizlarga maslahat beraman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. ID karta bormi? Pensiya to'lovi tushyaptimi? Eski guvohnoma qayerda? Nogironlik hujjatlari muddati o'tmaganmi? Bank telefon raqami ishlayaptimi? Shu oddiy tekshiruv keyinchalik katta sarsonlikning oldini oladi. Agar bu masala bo'yicha sizda savol bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda hali pensiya guvohnomasini so'rashyaptimi yoki ID karta orqali tekshirishyaptimi? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu yangilik har bir pensioner oilasiga tegishli.